barchaga shu videoda ko'rib turgan barcha insonlarga assalomu alaykum deymiz. Ya'ni bizni ko'rib turgan barcha muxlislarimizga, ya'ni keladigan muxlislarimizga yangilik. Ya'ni 1000 ta obunachi bo'lsak, xudo xohlasa 1000 ta obunachi bo'lsak, o'shanda 10 ta royal pass qo'yiladi. 10 ta royal passda bittasi kimnigadir nasib qiladi. 10 ta royal passda tarqatamiz. Ya'ni kanalga obuna bo'lamiz, like bosamiz, kommentariyada izoh qoldiramiz. Eng ko'p izoh qoldirgan insonlarga, kommentariya qoldirgan insonlarga 10 tadan bittasi tegadi. Ya'ni kimgadir tegadi bu narsa. Baribir topiladi, 10 ta royal pass egasi topiladi. Ko'nglim sezyapti bu narsani. Ikkinchisi, 1000 ta obunachi bo'lganimizdan keyin katta turnirlar o'tkazamiz. Ya'ni u turnirlar qanday o'tkaziladi? Ya'ni skvad bo'ladi. Skvad o'tkazilganda u turnirlarda eng kami u turnirda o'tkaziladigan summaning eng kami 2000 UFC bo'ladi. 2000 UFC'da o'tadigan narsalarimiz bo'ladi. 3000, undan keyin 10000 obunachi bo'lsak, 10000 obunachiga 10000 ta obunachi bo'lsak, 3 ta iPhone 8 Plus qo'yaman. Ya'ni uni qanday qilamiz? U ham 3 ta iPhone 8 egasi ham raddom holatda tashkil topadi. 10000 ta obunachi bo'lgan. Bizning maqsadimiz 1000 taga yetish. Ya'ni 1000 taga yetgan 1000 taga avvalo yetish, undan keyin 100 000 taga yetish. 100 000 tadan oshish, endi millionlarga yetishga harakat qilamiz. O'shaning uchun kirib, like bosib, cho'tka qilib, kommentariya qolib, bomba qilib tashlaymiz kommentariyalarda. O'sha yerda har bir insonning kommentariyasi o'qiladi, kim yutdi, kim yutmadi. O'shalarda jonli efir qilinadi. O'sha paytda aytiladi. Royal pass egalari jonli efir paytida kim yutganligi aniqlanadi va egalariga topshiriladi. Masalan, meni o'zimni Telegram gruppam bor. Telegram gruppamga kiramiz. Ne yozsak, Telegram gruppada mana o'zim Telegram gruppam mana UFC olgan insonlar. Mana turnirda yutgan insonlar. Bu solinyapti. Har biriga UFC solinadi mana. UFC beriladi. Ishlamayotganlar mana. Bular konfi o'ynab, chit olib, ban yegan insonlar mana. O'yin oxirida ko'rinadi mana. Ko'ryapsizlar. Nimalar qo'yiladi? Birinchi o'rin olganlarga mana chotki solinadi ularga. Har kuni UFC lobbilar bo'ladi. U UFC lobbilarimiz har kuni bo'lgani uchun mana sana ko'ryapsizlar. Kanalda har kuni o'tkazilyapti 60, 120 shuna lobbilar o'tkazilyapti. To'g'ri UFC'da UFC solinadi. Har kuni mana. Kimni bu meni o'zimni o'ynagan paytim, kill qilgan paytim Do'da. O'ynab kill qilganman. Bu narsani mana konfi bilan ushalganlar ko'rishinglar mumkin mana. Konfida otyapti. Ko'rsanglar. Ban yegan insonlar bular. Konfida o'ynab. Bular mana ko'ryapsizlar. UFC solingan insonlar mana. Ko'rsatishim mumkin mana. Chotki qilib ko'rsatyapman mana. Har biriga UFC solingan mana. Har biriga. Bular timid qilgan insonlar, chorniy spisiga tushgan mana ikkosi. Magristein va Sankr bir bola bu. Bularda ham ushlaganmiz mana. Ushaladi, kuzatiladi. Mana ko'ryapsizlar. Lobbi qilinyapti. Lobbi bo'lganda har biriga lobbi qilinib, chotki qilib mana. Chotki narsalar qo'yiladi mana.
har kuni, har vaqtda bu bizni turnir o'ynagan paytimiz mana turnirda naqadim. Telefonimizni ko'tarmagani uchun o'ynolmadik. Chiqib ketdik mana. Agarda siz UFC solmoqchi bo'lsangiz bizga ulansanglar mana. Like solinadigan. PUBG Lite o'sha narsalar mana. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Bu hammasi mana UFC olingan, nima qilingan, boshqa narsalar, lobbilar bo'lgan. Buni chati bor mana. Gruppaga kiringlar. Gruppamizda mana odamlar yozishadi mana. Odamlar yozishib bir-biri bilan to'g'ridan nima bo'lyapti, nima qilinyapti, hamma narsasi boshlanadi. Mana shu yerda lobbiga kirish ID kodi mana shu yerda beriladi. Shunga ham obuna bo'lsanglar, UFC'lik lobbilarimizga qatnashib, bemalol yutishingiz mumkin. Yana ko'p nimalarga kirishingiz mumkin. Masalan, men o'zim mana nima ko'rishingiz mumkin o'zim ekan. Qatib qol. Zaddash kerak ekan. Zaddashga berib qoldi. O'shanga harakat qilinglar akalar, chiroyli qilib harakat qilib kanalni ko'rishingiz mumkin. Statistika mana soloda 455 to'liya. Duo, otryad, cho'tka o'ynayapman. O'zim vaqtim bo'lmayapti. O'ynagan. O'shani hisobiga sizlarda cho'tka telefon bo'lib turib, konfida o'ynaysizlar. Yana boshqa narsalar bo'ladi. Bir narsa bo'lib shunaqa bo'lib qoladi. O'shaning uchun akalar harakat qilaylik. Qani gazni bosib, cho'tka qilib, lobbilar harakat qilib, kanalga obuna bo'lib, Telegram kanalimga obuna bo'lsanglar, har kuni lobbi bor Telegram kanalimda. Har kuni lobbi bo'ladi, har kuni qo'yiladi. Kimdir egasi topiriladi. Kompyuterda o'ynaydiganlar ham bor, boshqalar ham bor. Hammasi Telegram kanalimda o'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlarga har kuni lobbi o'tkazaman. Bu narsalar haqqoniy. UFC solmoqchi bo'lsanglar, akalar, ya'ni UFCga eng arzoni bizniki. UFClarimiz nech bo'ldi-da? Kanalimizga kiramiz. Masalan, UFC solinishi. Qani Usmon Imperiya. Pastga tushaveramiz. O'zidan mana shunday. UFC narxlari qani bu yerda tashalibdi. Ularga 35 UFC'lari 5000 so'm o'zbek puliga, 60 UFC'lar 11000 so'm. 180ligi bor. 180ligi 33000 so'm. 300ligi bor 54000 so'm. Hammasi plus ketadi. Masalan, 60 ga 3 qo'shiladi. 180 ga 18 qo'shiladi. 300 UFC'ga 40. Undan yuqorilariga ko'tarilib ketaveradi. Hammasi eng arzonlari bizda. Kirib, obuna bo'lib, kanalga like bosib, kommentariy kutaman akalar. Qani gazini bosdik.